bo'lib ishga kirdingiz, tadbirkor birinchi darajada sizga nima deydi bizada illiq, issiq mijozlar bor va sovuq mijozlar bor deydi. Sizga birinchi taklifi shu aytadiki, bizada baza bor, o'sha bazada mana shu ismlar bor, o'shanga telefon qilib chiqasiz. Yo sovuq mijozlar deydi, yokida issiq mijozlar deydi. Lekin siz telefon qilganingizdan keyin masalan issiq, illiq mijoz deganiga siz yaxshi sotuvchisiz, o'zingizga ishonasiz, lekin taklif qilganingizdan keyin sotib olmaydi. Keyin yanada ishonchi sal susayib ketadi. Nega men illiq yo issiq sotuvchiga sota olmayapman deganingizda xato boshida bo'ladi. Birinchidan o'sha tadbirkor sizga taklif qilayotgan kontaktlar, ismlar, telefon raqamlar u analiz qilinmagan bo'ladi. U haqiqatan issiqmi, sovuqmi? Bu nima degani? Bular sovuq deb kimni tushunishadi? Qaysiki mijoz umuman telefon qilmagan. U zaявка qoldirmagan, hech qanaqa tushunchasi yo'q mahsulot haqida, shunaqa deb tushunishadi. Lekin mijozlar birinchidan ajratish kerak. Qanaqa bo'ladi? Mijozlar sotib olishni xohlaydi. Siz taklif qilgan mahsulot uni og'riqini yechadi. Unda masalan qanaqadir kasallik bor, yuragi og'riyapti. Siz shu yurak doktorisiz. O'shanga shu dorini berib, yuragini davolamoqchisiz. U sizning mijozingiz. Lekin ikkinchisi yuragi og'rimayapti, hammasi yaxshi, balki kelajakda og'rishi mumkin, bilmaydi, lekin hozir og'rimayapti va sizga o'sha mijozni taklif qilishi mumkin. Aytadiki, "Men shunga sot" deb. Endi unga qanday sotasiz? Albatta manipulyatsiya orqali, yolg'on orqali yoki uni haqiqatan ham kasal qilib keyin sotishingiz mumkin. O'sha uchun sovuq, issiq yo illiq mijozlarni bilish oldin birinchi mijozlarni bo'lish kerak. Sotib olishni xohlaydimi yo xohlamaydimi? Agar birinchi marta telefon qilayotgan odamingiz bo'ladigan bo'lsa, u siz boshida ayta olmaysiz, bu illiq, bu issiq, bu sovuq deb. Bular hammasi sovuq hisoblanadi. Keyin mahsulot taklif qilgandan keyin, og'rig'ini yechganingizdan keyin, bilib olganingizdan, haqiqatan sizni mahsulotni xohlagandan keyin bilib olishimiz mumkin. U issiq, sovuq yo illiqligini. O'sha uchun sotuvchilar buni bilib olinglar, shu yerda katta xato qilmanglar. Ishlating.